2-3 so'tlik bekorchi joyingiz bo'lsa, akalar, oyiga $1000, joyiga qarab 2000-3000 dollargacha yaxshigina soqqa qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa u katta yo'lda bo'yida bo'lsa. Qaranglar. Mana shu joy uzunasiga 112 metr, eniga 35-36 metr. Bombosh joy edi bey. Oldin ham kelganmiz qurilish jarayonida. Andijonlik Yoqubjon degan usta bor. O'shanga aytishgan ekan, kattagina zdaniya qilib berdi. Ustlarini yopib, hozir bu joyda agar arendaga beradigan bo'lsa, bilmayman, oyiga $5000 ham bemalol ko'taradigan joy. Joyiga qarab narx o'zgaraveradi. Toshkent shahriga yaqin joyda turibmiz. Qaranglar akalar. Narx 150 mingdan kvadratiga mana shu holatda ham bitirib beradigan joylari bor. Bu 300 mingdan tushyapti. Usta haqqi, materiali, svarkachlari, hammasi. Sababi eniga 36 metr o'rtada bitta stoyka bo'lganligi uchun. Stoyka har 11 metrga o'rtaniki qo'yilyapti. Devorlar har 6 metrga qo'yilyapti. 300 mingga kraskasi, mehnati, tunikasini olib bersa, tomini yopib berishlari bilan bo'lib ketyapti. Pastdagi raqamga aloqaga chiqsang, 150 mingdan 350 minggacha liboy tomni yopib beradigan ustamiz bor.